2026-yil o'rtalab o'zimga o'zim va'da berdim. Filiallarimizni ko'paytirib, skidkalarni ham bang'illatib chiqarib qo'yaman deb. Hozir gapimga javob berish uchun mana shu ugilarimizni ko'rasizlarmi? 99 ming so'mga skidka qilib qo'ygan edim. Lekin shu narxdan kechamanda 99 ni olib tashlab, mana shu ugilarimizni 100% Xitoydan kirib keladigan ugilarimizni 69 mingga skidka qilib chiqarib yuboraman o'rtoqlar. Уже sразу mana gapimga javob beryapman. Bugundan boshladim skidkalarni, ichlari mexli, qalingina maza qilib kiysa bo'ladigan ugilarimizni bitta rangi, ikkita rangi emas. Mana shu turgan hamma rangini skidka qo'yaman o'rtoqlar. Hamma modelini, hamma rangini bemalol skidkada olib ketsanglar bo'ladi. 69 ming so'mga mana buni qaranglar. Mana modeli ham bor. Bu modelini qaranglar. Vau, mana bu ham вообще zo'r turadi. Oyoqda kiysanglar ham bor. Choqlariga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Mana ranglariga ham rasvetkalari, har xil rasvetkalarda bor. Ha aytgancha, bu skidkalar o'zi arzon narx qo'ydingiz. Viloyatga ham amal qiladimi? Pochtadan chiqazib berasizlarmi degan savollar ko'p keladi bizga. Viloyatga ham bu skidkamiz amal qiladi. Pochtadan ham chiqazib beramiz. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. 100% Xitoy mahsuloti o'rtoqlar. Bemalol zakaz qilib 69 mingga sotib olishga ulguringlar. Ha, sotib olmaganlar armonda qolib o'tiradi. Xullas, zakazlarni faqatgina Telegram orqali qabul qilamiz. New Shoysga kelib olib ketsanglar ham bo'ladi. Navigatorda ham, Yandexda ham New Shoys deb yozsanglar chiqib keladi. Sergelida joylashganmiz.